qo'yilgan. Bu mahalla chindan rivojlanish maskani. Chorvachilikdagi yutuqlarga qarang. Mahallada 4 ta chorvachilik loyihalari bo'lib, ular bugun sohada yaxshigina natija ko'rsatyapti. Men 2018-yildan boshlaganman. Yaqinda imtiyozli kredit asosida prezidentimizni mana tashabbuslar bilan shu 65 bosh naslli qoramolni Avstriya davlatidan olib keldim o'zim. Bittadan tug'sa 65 ta, egizagi bo'ladi, 3 tadan tug'adiganlar o'sha 100 tagacha xudoyim bersa bo'ladi. Zavodga har kuni o'sha 700-800 litr hozirgi kunda topshiryapmiz. Hozirgi kunda 12 ta ishchi xodimimiz bor. Oilalar endi o'rtacha o'sha 5 milliondan 7 milliongacha-da. Prezidentimizga rahmat, mana subsidiya beriladigan bo'layapti, samolyot rasxodlari berilyapti. Bunaqangi imtiyozdan foydalanish kerak. Mana 10% dan kredit berishar ekan, yana Xudo xolasa yana olib kelamiz. Avstriya sigirlarini mahalliylashtirayotgani haqida gapiryapmiz, lekin bu shunchaki oddiy chorva fermasi.